Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarım, Allohning salomati, mag'firati, barakati olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 49 cho'ng gunoh o'lgan kishi uchun yuzini kachatlash, qo'shaq etib yig'lash, yaqizirtish, chochni chuvitish, choch yulish, o'ziga o'lim va halokat tilash. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: O'lgan kishilar uchun yuzlarini urib, yoqalarini yitib, jahiliyat odatlari bo'yicha dod-faryod qilgan kishi bizdan emas. Birlikka hadis. Bu yerda bizdan emas degan gap, musulmon emas degan gap. Mana shu ishlarni qilsa, o'lgan kishi, dadasi, apasi yoki qarindoshlar uchun unda yig'laydigan odamlar intayin ko'p. Chochlarini chuvitadigan, chochlarini yulib, o'zini kachatlab, biyalarga etib, mana shunday qilgan odam dindan ayriladi degan gap. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musibat yetganda, ya'ni o'limlik bo'lganda dod-faryod selib yig'laydigan, chechini chuvadigan va yuladigan, kiyimini yirtadigan ayollardan bezor edi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Bu qiliqlarning hammasi olimlarning birdek ittifoqi bilan haromdir. Shuningdek, musibat yetganda chochni chuvish, yuzni kachatlash va tatlash, o'ziga o'lim va halokat tilash qatorliqlarni haromdir. Haromdir. Ummu Atiya radhiyallohu anhaning bundoq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizdan bay'at olgan chog'da o'lganlarning kaynidan dod-faryod silib yig'lamasligimiz haqida va'da olgan edi. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: insonlarda ikki turli yomon odat bo'lib, bu odat kufrlikdir. Ya'ni kofirlikning ishi degan gap. Biri nasablarga til takkizish, yana biri o'lganlarning kaynidan dod-faryod selib yig'lash. İmam Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Dardaning bundoq deganligi rivoyat qilindi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu kasal bo'lib qolganda hushidan ketdi. O chaqda uning beshi oilasidagi ayollardan birining quchog'ida edi. Ayol unsilib yig'lashga boshladi. Ammo Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu uningga bir narsa deyishga qodir bo'lolmadi. Hushiga kelgandan keyin men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizar bo'lgan narsadan bizarman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musibat yetganda, ya'ni o'limlik bo'lganda dod-faryod silib yig'laydigan, chechin chuvadigan va yuladigan, kiyimini yirtadigan ayollardan bezor edi dedi. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu bunday dedi: Abdullah ibn Ravaha hushidan ketdi. Shuning bilan hamshirisi uning yaxshiliklarini sanab yig'lashga boshladi. U o'sha kelganda hamshirisiga: "Sen mening haqqimda nima degan bo'lsang, menga sen rost mundaqmi, sen rost shundaqmi deyildi" dedi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Demakchi, bu yerda o'shsiz holatda shu hamshirisininki degan gaplarini Alloh taolo tarafidan so'ralganligini, sen rostmi shundoq odammi deb so'ralganligini bayon qilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: "Met uchun nima deb yig'langan bo'lsa, qabrisida sen rost shundoqmi deb azoblandi." Birlikka hadis. Birlikka hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu bunday deydi: "Har qanday kishi o'lganda uning tuqqanlari voy begim, voy murabbim deganga o'xshash so'zlarni qo'shaq etib yig'ilsa, metga ikki farishta mokal qilinadi. Ular uni sen rost shundaqmidi deb dumbalaydi." İmam Tirmizi, İmam İbn Majah rivoyat qilgan Albani sahih degan hadis.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: "Ölgenler üçün yığılgan ayollar tavba qilmasdan ölse, qiyomat kuni momdan tikilgan ko'nglik bilan qichqoq qiladigan savut kiydiriladi." İmam Muslim, İbn Majah ve İmam Ahmed rivayet qilgan sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımda deydi: "Men ikki turlik ahmoqona yomon ovozdan ma'ni qilindim. Biri ne'matga erishganda o'yin tomosha qilib va shaytonning nag'ma-navolarini aralashtirib varang-churung qilish. Yana biri musibat bo'lganda yuzini tatlab, yoqijirtib va shaytonning qo'shoqlarini qetib yig'lash." İmam Tirmizi rivayet qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Bu yerda qarindoshlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikki turlik ovozdan ma'ni qilinganligi, onun biri inson bir ne'matga, bir yaxshilikqa yo'liqqanda o'yin tomosha qilib, shaytonning nag'ma-navolarini aralashtirib, ya'ni muzikalarni chelib, varang-churung qilish haram ekanligi bu yerda bayon qilinadi. Uni qilib bo'lmaydiganligi. O meselede kelgan shu ders kelgan to'xtalamiz muzikaning haromligi to'g'risida. Men bu hadisni unutib qolmaylik qardoshlar. Hasan Basri mundaq deydi: "Ikki turlik ovoz la'natga uchraydi. Biri ne'matga erishganda nag'ma-navo qilish, yana biri musibat bo'lganda qo'shoq qetib yig'lash." Bazzar rivoyat qilgan Albani Hasan degan hadis. Shuningga qardoshlar, bu meselelerden özümüzü jiroq tutishimiz kerak. Olimlar mundaq deydi: "Yuqori ovoz bilan un selib yig'lash haromdir. Ammo urmasdan va qo'shoq qatmasdan ichi og'ritib, ichida yig'lash harom emas." İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ibn Avf, Said ibn Abu Waqqas, Abdullah ibn Mesud radhiyallohu anhular bilan birlikte Said ibn Ubadani yo'qlab keldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kesilinin ig'ir ishkanligini ko'rib yig'ladi. Yenidagi sahobalarmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yig'laganligini ko'rib yig'ladi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem quloq solib anglanglar ki Allah Teala meyitni ko'z yeshi ve dilning qayg'usi bilan azoblamaydi. Lekin u uni buning sababi bilan azoblaydi yoki uningga buning sababi bilan rahim qiladi deb tiliga ishorat qildi. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu yerda deyilayotgani qarindoshlar, meyit uchun inson qalbida ichidan ich og'ritib, un chiqarmay yig'lasa, uning uchun Alloh taolaning uni jazolamaydiganligi, azoblamaydiganligi, ammo tilini ishlatib, tili bilan yuqori ovozda har xil ovozlarni chiqarib, qo'shoqlarni qetib yig'lasa, uning uchun Alloh taolaning jazolaydiganligini bayon qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tilini ko'rsatgan. Shuningga qarindoshlar, o'limga yo'liqqanda qarindoshlarımızdan urug' tuqqanlarimiz, ota-onamiz o'limga yo'liqqan, ichimizda yig'lab, qalbimizni bildirsak bo'ladi, ammo unsiz yig'ilsak, u shu meyit uchun azob deb keladi. Osama ibn Zayd mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sakratda yotgan nevrisi, ya'ni qizining o'g'li berilgan edi, uning ko'zlaridan taramlab yashaqdi. Bunu ko'rgan Said radhiyallohu anhu: Allohning payg'ambari, bu nima ish degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: bu Alloh taolaning bandalarining qalbida qilgan rahmatidir. Alloh taolo haqiqatan rahimdil, bandalarga rahim qiladi dedi. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu yerda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin gözlerinden akan yaşını görüp nime deb so'raganda, Allohninki bandalarning qalbida paydo qilgan rahmatidir degan. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'g'li İbrahimning yeniga kirdi.
İbrahim can talışıvatdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin gözlerinden taramlap yaş akışqa başladı. Bunu görgen Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anhu Allah'ın peygamberi sen mi jığlavatamsan degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibn Avf bu rahim şefkat jığısıdır dedi. Andın yana yaş döküp köz jığlaydı, kalp yerim buludu. Ama biz Rabbimiz razı olduğun sözden başka sözünü kılmayımız. İbrahim senin pıraqında köngülümüz bekme yerim buldu dedi. Birlikte geliriz. Şununla meyit için kalbimizni jığlap, avazımızını çıkarmay, kalbimizni qanchalik mehr shafqatimizni bildirsek, qanchalik şu meyitden, şu qarindishimizdan ayrilib qolganimizga ko'z yosh qilsak bo'ladi, ammo un silib yig'lash cheklanadi. Dodfaryod silib yig'lag'uchi ayolga mundoq azobning bo'lishi va uning la'natga uchrashiga kelsak, u meyitning tuqqanlarini urishga buyurib, sabr qilishdan to'sadi. Halbuki Allah ve onun peygamberi ularni sabr qilishga, savob umid qilishga buyurib, dodfaryod qilishdan va urib qaqshashdan to'sadi. Bu yerda qarindoshlar, bu dodfaryod silib yig'lash ayollarning ishi, erlarda asosan bunday ish ko'rilmaydi. Shuningga bu yerda shu ayol qartib deyilyapti. Sura Baqaraning 153 oyatidan 156 oyatigacha Alloh taolo mundaq deydi. Ey mu'minlar, sabr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birlidir. Allohning yo'lida o'ldirilganlarni, ya'ni shahidlarni o'lik demanglar. Balki ular tirikdir, lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni biroz qo'rqinish bilan, biroz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshi kelgan musibat, ziyon, zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergan. Ularga biror musibat kelgan chog'da ular biz albatta Allohning ig'dorchiligimiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. İbn Abbas raziyallohu anhuma Allah haqiqatan sabr qilguvchilar bilan birlidir degan oyatni tafsir qilib, Alloh ular bilan birga bo'ladi, ularga yordam qiladi, ularni ziyon tartqizmaydi deydi. Alloh taolo biz sizlarni cho'qim sinaymiz dedi. Ya'ni Alloh taolo insonlarga sinag'uchining muomalasini qiladi. Çünkü bu işlerin akıbetini bilidi. Şuna hiç kimni sınashga muhtoj, hiç kimni sınashga muhtoj bo'lmaydi. Ularga faqat sınag'uchining muomalasini qilgandan keyin kimki sabr qilsa, uning sabriga qarab savob beriladi. Kimki sabr qilmasa, savobga loyiq bo'lolmaydi. İbn Abbas raziyallohu anhuma bir az qo'rqinish bilan, bir az qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan sinaymiz degan oyatni tafsir qilib mundaq deydi. Alloh taolo insonlarni dushman qo'rqinchisi bilan, ocharchilik va qahatchilik bilan, pul molga yetadigan ziyon zahmat bilan, mol chorvalarni halok qilish bilan, jonga yetadigan o'lim, o'ltirilish, kasallik va qayerlik bilan ziroat mahsulotlarining odatdagidek chiqmay, kemiyib ketib, ehtiyojni qamdayolmasligi bilan sinaydi. Alloh taolo bu musibatlarga sabr qilguvchilarga savob berishga va'da qilganligini bildirish uchun bu oyatni ularga xush xabar berish bilan oxirlashtirib, sizlar ya'ni sabr qiluvchilarga xush xabar bergan deydi. Ondan ularni sifatlab bundoq deydi. Ularga biror musibat kelgan chog'da, ya'ni ularning beshiga yuqorida tilga ilingan musibatlardan birisi kelgan chog'da, ular biz albatta Allohning ig'dorchiligimiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, bizga nimani xolisi shuni qiladi, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz, ya'ni ular o'lgandan keyin yagona Allohning hukmiga qaytadi.
Allah Teala dünyada bazı kişilerni hükümdar koydu. Bendilerinin hükümdarlığı tügenden keyin albatta Allah Teala'nın emriga qaytadi. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Mü'minga biror musibat yetsa, hatto uning putiga kirib ketgan biror tikan chog'liq narsa bo'lsa-mu, Alloh uning gunohini shu musibat sababidan mag'firat qiladi. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan. Demak, mü'min şarti va mü'minga bir musibat yetsa, uninga urib, dod faryod silib yig'lashning hojati yo'q. Alloh taolo shu musibat orqali uningki gunohini mag'firat qiladi deydi. Bu intayin Alloh taoloninki bandalarga mehribonligini bildirdi qarindoshlar. Shuningga musibatga yetganda sabr qilib, Alloh taolo mush orqali mening gunohlarimni mag'firat qiladi deb Allohga aqidamizni pok qilishimiz kerak. Alqama ibn Mursid ibn Sabit otasidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qildi. Kimning beshiga biror musibat kelsa, meni yo'qitib qo'yganlik musibatini eslasin. Ya'ni buning bilan tasalli topsin. Chunki uning meni yo'qitib qo'yishi eng chong musibatdir. Doim rivoyat qilgan. Mana bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki meni birasining beshiga musibat yetsa, Allohning payg'ambari bo'lgan mendan ayrilib qolgandek his qilsin deydi. Bu cho'ng yo'qitish bo'lgandek his qilsa, undan keyin sabr qilsa, Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qiladi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi: Birovning bolasi o'lsa, Alloh taolo farishtalarga bandamning bolasining jinini oldinglarmi deydi. Farishtalar ha deydi. Uning yurak borisini qabri zo'q qildinglarmi deydi. Farishtalar ha deydi. Bandam nima dedi? O sana hamd sana etti ve biz elbette Allah'ın igdarçılığımız, yani Allah'ın bendelerimiz, çokum Allah'ın dergahı kaytımız dedi. Sure Bakara'nın 156. ayeti. Deydi. Allah Teala o bendem için cennette bir kasır sevinler ve onun ismini hamdu sana kasırı deb atanlar. İmam Tirmizi ve İmam Ahmet rivayet kılan Albani Hasan degan hadis. Mana bu yerda agar biz sabr qilib Alloh taolo bergan ne'matini o'zi oldi, biz Allohning bandasi, Alloh nimani xohlasa shuni qiladi, biz Allohning dargohiga qamon qaytadigan odam deb sabr qilsak, Alloh taolo biz uchun jannatda ismi hamdu sano bo'lgan bir qasrni barpo qilib, bizni shu qasrga o'rlashtirgan. Kardeşler, şununla Allah Teala'nın bizge berdiğin ecriga erişiş için tirişişimiz gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundoq deydi. Allah Teala bundoq deydi: Mümin bandamning dünya ahlining eng yaqinining jinini olganimdan keyin o mendan savob umid qilib sabr qilsa, meni uning berdigan mukofotim muhaqqaq jannatdir. İmam Buxoriy, İmam Ahmet rivayet kılan sahih hadis. Allah Teala'nınki bendilerge bergen vədisi bir yerde bayan kılmadıdır. Mümin bendemnin dünyadaki en yakın adamının cinni ağa çıkımda Allah Teala o benden savab ümit kılıp sabır kısa, ben onun cennetini vermem dedi. Cennetini. Allah Teala cennetini vəd qılmadıdır. Ömer İbn Hattab raziyallahu anhu bundoq deydi: Azrail aleyhisselam müminin cenni ağandan keyin meyitning uyining eshigi oldida turdi. Meyit ahli dod faryod qilishga boshlaydi. Ularning ba'zisi yuzini qachatlaydi, ba'zisi chechini cho'ydi, yana ba'zisi o'limni tilaydi. Azrail aleyhisselam bu dod faryod nima uchun, bu yig'lash kim uchun? Allah'ın namı bilen qasamki, ben hiç kimning ömrünü qisqartib etmedim.
rizqini ilib ketmadim, hech kimga zarrachilik zulm qilmadim. Navoda menga norozi va achchig'inglar bo'lsa, Allohning nomi bilan qasamki, men jon ilishga muakkalman. Agar meyitga norozi bo'lsa, o jinini berishga majbur. Agar Rabbinglarga norozi bo'lsanglar, o chaqda sizlar kofir bo'lib ketasizlar. Men pat sizlarni yo'qlab turman. Oxir sizlardan hech kimni hayat qo'ymayman deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Jinim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasamki, agar ular Azroil alayhisalomning maqomini bilsa, so'zlarini anglasa edi, meyitlarini qo'yib albatta o'zlari uchun yig'lagan bo'ladi. Shuningga qarindoshlar, musibatga yo'liqqanda dod faryod silib yig'lashdan nere turayli, o'zimizni ondan qochirayli, qalbimizni un chiqarmay yig'lab bildirsak bo'ladi. Qarindoshlar, bu to'g'risida so'zlasak, bu mazmundagi hadislar intayin ko'p. Shuningga darsimiz mushunchalik bo'lsa, nihoyatda tushunishli bo'ldi deb qarayman. Darslarimizni Alloh taolo barliq qarindoshlarga manfaat qilib bersin.